O'g'irlik qancha miqdordan oshsa jinoiy ish ochiladi? Endi bu savolingizni tushunishim bo'yicha firmalar bilan bog'liq agar jinoyatligi bilan baholaydigan bo'lsak, hozirgi kunda eng kam oylik ish haqini 30 baravaridan agar oshadigan bo'lsa, bunda jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ya'ni yana ham soddaroq tushuntiradigan bo'lsam, qachon bo'ladi? Deylik, mana magazin, mana oziq-ovqat do'konlari. Kirosi, deylik, bitta kola olib chiqib ketdingiz. U eng kam oylik ish haqini 30 baravarini bermaydi. U misol uchun shu ma'muriy javobgarlik bilan jazolanadi. Lekin misol uchun kola qanchadir, misol uchun yoki texnika magazinlariga kirib turib telefon, kompyuter, misol uchun shunaqa narsalarni oladigan bo'lsa, eng kam oylik ish haqini 30 baravaridan oshadigan bo'lsa, mana unda to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlikka tortiladi. Oddiy fuqarolar bilan agar bog'liq bo'ladigan jinoyat bo'ladigan bo'lsa, misol uchun deylik, o'zimiz mana avtotransport vositasini qo'yib ketyapmiz, kechmat kirib ketyapsiz, ertalab tursangiz, deylik, o'sha qo'yib ketgan pulingiz yo'q mashinada ertalab tursangiz. Mashinangiz vzlom qilingan, ochilgan, ertalab qarab bartoshyokingizni qo'ygan joyingizga qarasangiz, pulingiz yo'q. Deylik, u yerda misol uchun 5000 bo'ladimi, 10000 bo'ladimi, bitta deylik zaryadchik bo'ladimi, siminiki. Holat bo'yicha misol uchun agar 102 raqam qiladigan bo'lsangiz, siz avtotransport vositangiz noqonuniy ravishda ochilganligi va uni ichidagi misol uchun deylik qanchadir qiymat 100 ming so'm bo'ladimi, 200 ming bo'ladimi, 300 ming bo'ladimi, 500 ming bo'ladimi, ahamiyati yo'q pulini. O'sha holati bo'yicha u jinoiy ish bo'lib ketaveradi.